Ustalarda esa mana qarang do'stlar, penabzokni shunday urdirishibdi, kafennikini tekis qilib tortirib turib do'stlar, fasadga 15 yilga garantiyali narsa qilib berishdi do'stlar. Gipki kamenni 3D formatda ko'rganmisiz do'stlar? Endi gipki kamenni 3D formatda qilib berishyapti ekan do'stlar. Vadasto'ki yuvorasiz hech narsa bo'lmaydi. Orasiga chang to'laydigan bo'lsa do'stlar, bitta o'siz yangi remontda bo'ladi. Bu nima deydiganlarga do'stlar qaranglar, bu tabiiy mramor toshda maydalanganini do'stlar stikla house shisha tog'larga do'stlar ushatib devorga fasad qilib berishyapti ekan. Yaxshi tomoni do'stlar, remont qilmaysiz, oddiy suvoqni ustidan do'stlar tekis bo'ladigan bo'lsa 85 ming so'mdan 1 kvadratini usta haqqi xomashyo hamma rajati ichida qilib berishyapti ekan. Uyni ichini do'stlar ponni qilishgan. Derazalarning atrofiga do'stlar tiyagalar yopishtirib, orcha xarajat qilmaysiz, o'zidan do'stlar chiroyli qilib vid qilib do'stlar ramkalar chiqarib berishadi. Darvozaxonaga qilasizmi, tashqi fasadingizga qilasizmi do'stlar 15 yilgacha garantiya berishyapti. Agar siz ham qildirmoqchi bo'lsangiz, vodiy bo'ylab shu narx bo'ladi. Video pastiga nomer qo'ydim. Aloqaga chiqing do'stlar. Endi 3D sini ham qildirib olsangiz bo'laveradi.